Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda gusluq münasebetlik bölümde tüvende mundaq deydi. Junup bulab qalğan adam junupluq halatida juyunğan vaqtida eg'izni chayqash, burunni chayqash masalasi qandaq, bunun hukmi qandaq bo'ldi degan babni o'tirib qo'yapti. Balki İmam Buxoriyniki bu babni o'tirib qo'yishida ma'lum bir hadisdan asos bor. Agar bundaq bo'lsa babni bu shaklda odatda masalan bu shaklda qo'ymaydi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi. Endi junub odamga nisbatan og'zini chayqash, burni chayqash masalasi sünnetmi, vacibmi degan masalada ulamolar orasida, mazhablar orasida xilma-xil ixtiloflar bo'lgan. Hanifiy mazhabda bu vacib deb qaralgan. Ammo ko'p sondagi ulamolarning nazarida buni asosan sunnat deb qaralgan. Hatto buni shu junub odamning juyungan vaqtidagi bu og'iz burun chayqash masalasi ay taratga tava masala bu. Hargizmi g'usluq tava masala emas deganda qarashlarmi bu jihatda o'tirib chiqqan. Biz bu mazmunni texmi tafsili holatda tushunishimiz uchun biz hadisninki o'ziga kirib chiqaylik. Bu 259-numurli hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Umar ibn Hafs ibn G'iyos degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu kishi kim o degan vaqtida hadisning o'zining chiqib turadi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki ustozi, o'zi Kufilik katta muhaddis. Bu kishi 222-yillar atrofida o'lib ketgan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida bular Abu Hatim Razi, yani ishonchlik odam degan bahoni bergan. Biz nashqatim deb keldik, bu hadis ilmidagi nihoyatda mashhur baho deb buni. Bu zot hamda o'zining dadasidan rivoyat qilib deydiki, bizga dadam hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu odam o'zi bir necha shogirdlar bilan birga dadasidan tang shogirdlar bilan birga dadasidan tang anglagan ekan. Dadasi kim o degan vaqtida dadasining ismi Hafs ibn G'iyos degan kishi bo'ladi. Hafs ibn G'iyos ibn Talq ibn Muaviya deyildi. O'zini aytgan muhaddis, Kufining ayni davrdagi qozisi. Bag'dodda shu Bag'dodniki qoziligini ham qilgan. 117-yili tug'ilgan odam bu. O'lib ketgan vaqti milodiya 810-yilga to'g'ri keldi. Yani Abbasiylar davri bo'lishi kerak. Bu kishining nurg'un ustozlari bo'lgan. Masalan, Hisham ibn Urva degan kishi, masalan, bu odamniki Amash Sulaymon ibn Amash deymiz. Bular bu odamniki ustoz bo'ladi. Shogirdidan Yahya ibn Said al-Qattan degan donglik muhaddis boshdan chiqib o'tdi. Bu kishiniki shogirdi. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida o'zini aytdi, hofiz, hadisni yaxshi biladigan odam degandek sifat berish bilan birga hatto ba'zilar omonatdor, ishonchlik odam edi degandek bu gaplarni degan. Ulamolarning nazarida hamda Sulaymon ibn Mihron al-Amashning shogirdlari ichida eng ishonchlik mushu degandek baholarni bu kishiga yog'dirilgan. Umum jihatdan ilbitgan vaqtida hadis ilmida bu odamga berilgan baho nihoyat zo'r bir-biridan. Endi bu odam Amash mundaq degan edi degan. Amash kim o deganda o'zining bu Amash degan biz boshda dedik bu bir ayiblik bir laqab. Ammo mushadam mushu nom bilan mashhur bo'lgan. Asli ismi Sulaymon ibn Mihron ismli Hijriya 61-yil tug'ilgan, Hijriya 148-yil o'lib ketgan donglik muhaddis tabiin, eng ishonchli muhaddislardan. Hatto İmam Shamsiddin Zahabi rahmatullohi alayhi bu odamni muhaddislarning shayxi piri deb bu nom bilan sifatlagan. Hatto bu kishi nurg'un sahobalar bilan uchrashgan, Anas ibn Malik o'xshash sahobalar bilan birga bu sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Sulaymon ibn Amashning hayotini biz boshda bir qatim tafsila degandek bo'ldik. Bu Amash degan olim dedi, menga Salim hadis so'zlab bergan edi deb. Bu Salim kimi deganda Amashning ustozi bo'lib, Salim ibn Abil Ja'd nomi bilan Hijriya 100-yil o'lib ketgan bu Kufilik donglik muhaddis ham tabiin qatoridagi kishilarniki biri. O'zi arablarniki G'atafon qabilasiga tutishdi. Bu hadis yozish masalasida eng dastlabki islomiyatniki shu 1-asrlardan oldin qatorda hadis yozish tushgan donglik
muhaddislar. Demak ki hozirgi hadis ilminiki shu vujudga tirab turarishida asos tikligan, yaratgan odamlarning biri deyishga bo'ldi. Bu kishi nurg'un sahobalar bilan uchrashgan. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ozodgarisi Savban, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas, Nu'man ibn Bashir, Abdullah ibn Umar ibn As, Abdullah ibn Umar ibn Xattab, Anas ibn Malik va kaza o'xshagan nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Shogirdlar bilan zo'r, Sulaymon ibn Amashga o'xshash, Umar ibn Dinarga o'xshash. Ham ulamolar bu bergan vaqtida anayat ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchli zot deyishlar birga Imom Zahabiy rahmatullohi alayh tarixdagi shu ishonchli kishilarniki biri bir ilm havaskori deb bu nomlarni bergan. Endi bu Salim degan kishi Kurayb rivoyat qiladi. Kuraybning tarjimasi o'tgan Abdullah ibn Abbosning ozodgarisidir. Bu kishi ustozi Abdullah ibn Abbos rivoyat qilyapti. Bu Abdullah ibn Abbos deydi, bizga Maymuna so'zlab bergan edi dedi. Hammasi bu yerda tabiindan sahoba rivoyat qilyapti bu hadisni. Bu animiz deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga g'usl tahorat uchun suv quyib bergan edim dedi. O'ng qo'li bilan so'l qo'liga suv quydi dedi. Do'yan to'qilib ta qochidi. İki qo'lini yuvdi dedi. Ondan o'zining jinsiy a'zoini yuvdi. Ondan qo'lini yerga shundoq surtdi dedi. Qo'lini yerga shundoq urib to'p bilan surtdi dedi. Ama to'pa mikroblarni qo'ldagi saltaqning hammin eng yaxshi oladigan to'pun endi o'tadi. Ondan bu qo'lini yuvdi dedi. To'pini yuvdi-da. Ondan ağzını çaqıdı, burnunu çaqıdı. Ondan yüzünü yuvdi. Beşik su qo'ydi. Beşik su qo'yib bo'lgandan so'ng ham nima bedellarni biroz yuyib bo'ldi-da, yuyinga o'rindan boshqa joyga yo'tkilib chiqib putini yuvdi. Chunki bu o'rin shaltoq, maynat, layola bo'lg'achqa. Ondan bir lo'nga aytgansak, lo'ngida surtmagan edi deb bu rivoyatni asos qilgan, bayon qilgan. Endi bu hadisda ko'rsatilgan masala Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam junobet g'uslidan burun taharat olganligi bayon qilingan. Bu avolini Maymuna onamiz radhiyallohu anha ummatga ta'limot asosida nihoyat inchik tafsilotlar bilan bayon qilib o'tgan bu yerda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.